Do'stlar, hozir bunaqa mashinada yuradiganlar nima ish qiladi bilib olamiz ham. Aka, yaxshi 2 kun vaqtingizni olaman. Ismim Timur, Instagramda blogim bor, chaqirib qo'yamiz. U nima ish bilan shug'ullanasiz? O'zim traderman. Bu yerda ofisimiz bor, Prop kompaniya asoschisiman. O'zim Prop kompaniyani ochdim. Birinchi O'zbekistonda. Hamma traderda ham o'xshavermaydi. Men ko'raman, sizda M-torlarda yuribsiz. Nimani to'g'ri qildingiz? Yo'q, bizda ham juda ham uzoq vaqt o'xshamagan. Где-то 6 yil bo'lgan bo'lsa, 3 yil ichida где-то daromad ko'rmaganman. Daromad bo'lgan, lekin stabil bitta foydali ishlab kelishni bilmaganman. Biz orzuyimiz shu. Hozir ham mana misol M-torni ko'radida kimdir, o'ylaydi shu men ham tezroq chiqsam, shu men ham shunaqa trader bo'lib M-tor olsam deydi. Lekin bu noto'g'ri fikr. Men bir kun ichida qilgan savdoyimga oldim demayman. Bu yillab qilingan qiyinchilik. Sizda hech qanaqa kurs yo'q, to'g'rimi? Faqat tradingda o'zingiz tradingda o'zim rezultat qilaman. Shu xalqimizga foydali bo'lish uchun Prop kompaniyani yaratib, xalqimiz chunki menga o'xshab boshida bu sohaga kirganda o'zini pulini riskovat qilgandan shu Prop kompaniya orqali ishlab risk qilgani yaxshi deb o'ylayman. Yoshlarga nima maslahat bergan bo'larsiz? Imенно tradingga kirmoqchi bo'lganlarga. Maqsadni to'g'ri qo'yish kerak. Birinchi o'rinda xohishni, maqsadni to'g'ri qo'yib, shoshilmaslik kerak. Menimcha hech qaysi sohada shoshilib tezda rezultat qilib ketgan bu yaxshilikka olib kelmaydi deb o'ylayman. Tradingda ham, любой sohada bittada ko'tarilib ketgan inson, men bilaman, uzoq muddat o'sha tempda yurmaydi. Sekin-sekin astalik bilan erishib, shu bitta natija qilingan odam menimcha uzoqqa boradi.